Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ingliz tilida o'ylash shunchalik qiyin tuyuladi? Hatto minglab so'zlar va grammatik qoidalarni o'rganganingizdan keyin ham siz ingliz tilida o'qishingiz, yozishingiz va boshqalarni tushunishingiz mumkin. Lekin navbat o'z fikringizni ingliz tilida shakllantirishga kelganda, xuddi katta devor yo'lingizdan to'sib qo'ygandek bo'ladi. Buning sababi shunchaki oddiy. Ko'pchilik o'quvchilar aslida ingliz tilida o'ylashni mashq qilmaydi. Ular o'qiydi, yozadi, tinglaydi, gapiradi. Lekin miyasi baribir har bir so'zni ona tilida inglizchaga tarjima qilib turadi. Aslida esa ravonlikning siri faqat so'zlarni o'rganishda emas, balki miyani bevosita ingliz tilida o'ylashga o'rgatishda. Xo'sh, buni qanday qilish mumkin? Hammasi kichik narsalardan boshlanadi. Har kuni siz bilan gaplashadigan ichki ovozingizni asta-sekin ingliz tilida ishlatishni o'rganing. Masalan, ertalab uyg'onganingizda tishimni yuvishim kerak deb ona tilingizda emas, ingliz tilida ayting. I need to brush my teeth. Ishga yoki maktabga borayotganda atrofingizni inglizcha tasvirlang. The sun is bright today yoki that car is moving fast. Avvaliga bu jumlalar sekin va g'alati tuyuladi, lekin qancha ko'p mashq qilsangiz, shuncha tabiiy bo'lib qoladi. Oxir-oqibat miyangiz tarjima qilmasdan ingliz tilida o'ylay boshlaydi. Mana bir kuchli usul. O'zingizni imkon qadar ingliz tilidagi tovushlar va so'zlar bilan o'rab oling. Miyangiz gubka kabi. Qancha ko'p inglizcha eshitsangiz, unda o'ylash osonlashadi. Faqat dars vaqtida emas, hayotingizning bir qismi sifatida ingliz tilini ishlating. Seriallar ko'ring, podkastlar tinglang. Hamma gaplarni tushunmasangiz ham muhim joyi quloq va miyangiz tilning ohangi va oqimiga ko'nikadi. Shuningdek, inglizcha o'ylash faqat til emas, balki madaniyat va ifoda uslubini ham o'z ichiga oladi. Masalan, ingliz tilida odatda gaplar qisqa va aniq bo'ladi. Agar siz har safar murakkab jumlalarni tarjima qilishga harakat qilsangiz, qiynalasiz. Yaxshisi, qisqa va sodda gaplarni ishlating. Masalan, bugun juda ko'p ish bo'lgani uchun juda charchadim o'rniga shunchaki I am so tired. Today was a long day deb o'ylang. Bu aniq, tabiiy va tez. Eng muhim jihatlardan biri xatolardan qo'rqishni kamaytirish. Ko'p odamlar grammatikadan qo'rqib, ingliz tilida o'ylashni ham to'xtatib qo'yadi. Aslida esa o'ylaringizni hech kim eshitmaydi. Bu sizning xavfsiz hududingiz. Hatto jumla mukammal bo'lmasa ham, muhim tomoni miyangizni ingliz tilida harakatga o'rgatish. Xatolar esa vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kamayadi. Bu odatni kuchaytirish uchun yolg'iz qolganingizda o'zingiz bilan inglizchada gaplashishingiz mumkin. Masalan, ovqat tayyorlayotganda I am cutting the vegetables. I am adding salt. The food smells good. Yoki yurganingizda I see children playing. The weather feels cold today. Oddiy jumlalar ham kuchli ta'sir qiladi. Chunki ularning sizning kundalik hayotingizni ingliz tili bilan bog'laydi. Yana bir foydali vosita tasavvur. Yangi so'z o'rganganingizda uni tarjima orqali emas, tasvir orqali eslab qoling. Masalan, apple so'zini eshitganda darrov qizil olmani ko'z oldingizga keltiring. Happiness so'zida esa katta tabassumni tasavvur qiling. Shunda miyangiz tarjimaga vaqt sarflamaydi, balki so'zlarni bevosita ma'noga bog'laydi. Imkon bo'lsa, ingliz tilini majburiy vaziyatlarga ham kiriting. Telefoningiz tilini inglizchaga o'zgartiring. Xarid ro'yxatingizni inglizchada yozing. O'zingizga inglizcha xabar yuboring. Avvaliga g'alati tuyuladi, lekin asta-sekin miyangiz bunday o'rganadi. Unutmang, ingliz tilida o'ylash bir kunda sodir bo'lmaydi. Bu hamma kabi mashq bilan rivojlanadigan ko'nikma. Oxirida esa nega bunga shuncha kuch sarflash kerakligini eslang. Chunki bir marta inglizchada o'ylashni o'rgansangiz, hammasi osonlashadi. Tezroq gapirasiz, yaxshiroq tushunasiz va ishonchli bo'lasiz. Endi boshqa tarjima qilishga vaqt ketmaydi. Siz tilning ichida yashay boshlaysiz. Ingliz tili endi shunchaki o'rganadigan fan emas, balki tabiiy vositaga aylanadi. Shuning uchun keyingi safar o'zingizni tarjima qilib o'ylayotganda ushlang va shu fikrni bevosita inglizchada tuzing. Kichikdan boshlang, sabr qiling va mashqni davom ettiring. Bir kuni bilmay qolib o'zingizni ingliz tilida o'ylayotganingizni sezasiz. O'sha paytda esa o'rganishdagi yangi erkinlikni his qilasiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna tugmasini bosing va do'stlaringizga ulashing.